Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar va bizani kuzatib borayotgan qadrli obunachilarimiz. Sizlar bilan men Usta Jasur va akalar Farg'ona viloyat Yangiqo'rg'on shaharchasida qilib bitkizib berilgan yangi ishimiz. Ko'rib turganingizdek, faqatgina oqqa mokrik qilib bitkizib berganmiz bu ishimizni. Sababi akalar skromniy alkobonga tortadigan, alkobonga o'xshab birga bir chiqadigan fason bo'lsin deganlar uchun uyda egasi akalar xuddi shunaqa qilib alikabonga o'xshatib chekkalarini ham dela qilib ishlab berganmiz. Va akalar o'rtasiga mana shunaqa rumbik qilib terib berganmiz. Rumbik do'ppicalarini ham chekkalarini ham 1 santimetrdan doroshka qilib ishlab berganmiz akalar. Sekkalarini mana shunaqa mokra aylantirib berdik. Ramkasi ajrashligi uchun choklariga alohida ahamiyat berib qo'yamiz akalar ishlarimizni. Va ichkari, ya'ni holga kirishlarini faqatgina mana shunaqa rumbik qotirib berganmiz. Ko'rib turgan obyektivlarni akalar ko'cha tomonlari bilan jami kvadrati 310 kvadrat ishlatildi. Tarnovlarini ham qo'shgan holatda akalar. Eslatib o'tamiz akalar, tarnovlari ham bizda kvadratini ichiga kirib ketadi. Ya'ni tarnovlarni ham metrga emas, kvadratiga qilib beramiz. O'shanda sizlarga yanada qulayroq, yanada arzonroq narxda tushadi akalar. Ko'rib turgan obyektivlarni akalar 037 Toshkent Master tunikasidan qilib bitkizib berganmiz. Va ko'cha koziroklarni ham xuddi shunaqa 3D fasonda oq qilib ishlab berganmiz. Akalar bizada hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Turba, tunikasi-yu, samarez reyka, hattoki lesasigacha. Agarda ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, mana shu tagidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Sog' va salomat